Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 22-bob. Halokat buyruqi. Davomi. Askarlar har kunliki tushgacha salom berish, qatorda turish, mashq dasash, qarovullikda turish, qilichvozlik, nayzvozlik, miltiq, pilmotlarni etish, ishlatish degandek mashqlarni qiladi. Tushdan keyin qimar o'ynaydi, nesh chekatdi. Mast bo'lib olib, al-tag'il varqirishib, kun o'tkazishadi. Navbatlashib qarovullikda turishadi. Askarlikka odam tutish uchun darvozaning sirtiga chiqqanda qarovullarga ko'rsatib chiqadigan ijozatnomalarni elib chiqishadi. Shu holda oylar orqa-orqadan o'taverdi, lekin qochib ketishning hech iloji bo'lmadi. Darvozalarga qo'sh-qo'shlab qo'yilgan qarovullar qilichlarini yalang'ochlab, xuddi butdek qetib tik turib, ijozatnomasi yo'q askarlarni sirtga chiqishga faqat qo'ymaydi. Qarshilik qilganlarni bog'lab solaydi yoki shu yerdala qilich bilan chipib tashlaydi. Sipil ustidamo 50-60 qadamda ikkidan askar qarovullikda turishadi. Texi bularni oz degandek yana ularning orliqlarida qo'sh-qo'shlab askarlar charlab yurishadi. Shu arada menmo navbat bo'yicha sipil ustida qarovullikda turishga 2 qatim chiqdim. Darvozalarda, yo'l ig'izlarida, ko'chalarda turadigan qarovullikqa meni qo'ymadi yoki sirtlarga chiqib askarlikka odam tutib kelish uchunmi avatmadi. Navoda menimi ashundaq sirtlardagi qarovulliklarga qo'ygan bo'lsa yoki askarlikka odam tutish uchun sirtlarga chiqqili qo'ygan bo'lsa-di, u chaqda ayhoy, allaqachonlar qochib ketgan bo'lardim. Afsus, men talaysiz ekanman. Ular meni undaq ishlarga solmadi. Qochib ketishimdan ansirab talat tuziga chiqartmadi. Shu arada ular yana 4 odamni tutib kelishdi. Bularning ikkisining yeshi 60 dan halqagan bo'voy, yana ikkisi amdilatixi 14-15 yoshlarning qarisini olgan bolalar edi. Boshliq bo'voylarni yaratmay darvozadan chiqaribdi. Bolalarni menga o'xshash o'ziga qo'shib oldi. Bir kuni Eliqi Panoq Payjan 3 askarga amdila 18 yoshga kirgan Yengsarliq Samitam degan yigitni boshliq qilib, uning qo'lga sirtqa chiqish ijozatnomasi qora sirlangan, ichiga xanzucha ijozat degan xat o'yilgan alqanchilik taqtayni tutqizib, nasha tepib kelish uchun bozorga yo'lga soldi. Bu yigitmo 15 yoshida askarlikka tutilgan ekan. Oyga chaqqan bo'lganlikdan mushundaq yugur yetim ishlarni qilib yurib, boshliqqa yarab qolgan ekan. Kechqurun heliqi 3 askar tuxumdak kallak nashlarni ko'tarib yinib kelishdi. Samitam ko'rinmadi. Ular uni darvoza oldida 2-3 odam bilan mung'ishib qoldi. Hozirlik kiraman dedi deyishdi. Lekin Samitam qorong'i tushgandimi, kechsimi kelmadi. Atsimi paydo bo'lmadi. Uni o'zlari bilan billa yondirib kirmaganligi uchun heliqi 3 askar o'lgicha kaltak yedi. Bir haftadan keyin Samitamni Yengsarning Qizil degan yerdan tutib kelishdi. Heliq Payjon uni hamma askarning oldida yukundirib o'ltirg'izib qo'yib, tamakisini yanto tishlab turib, qilich bilan gach-guch chana par qilib o'ltiribdi. Kesilgan kalla, tanlar jon talishib piltinlab, bir damdala 2 parcha kigizning o'rindagi yerni qip-qizil qonga bo'yibdi. Ochiqida ko'zlari qonga to'lgan Payjon g'azab bilan askarlarga varqirdi. Agah bo'lish, yana kim qochidi ekan, oqibati mana mushundoq bo'ldi. Ko'rishdingmi? Bechora Samitamga ichimiz og'rib, ichimizda urdik, yig'ladik, qaqshidik, lekin kallimizning ketishidan ansirab, uningdan boshqa hech qanday ish qila olmadik. Shu dahshatli fojiadan keyin askarlar o'jiqibla ketishdi, qimarni tashladi. Qo'rqinchda kechalari cho'chib uxlay olmaydigan, qor besib jo'ylib, varqirab, chirqirab ketadigan, kunduzlari o'zlarini nashiga zo'rlab, mastlikda ilang-silang bo'lib olib, chiroylari tatrang'u holda lag' titrab yuradigan bo'lishib oldi. Keyin anglasa, darvoza oldida Samitam bilan mungdashganlar uning yaqin urug' tuqqanlar ekan. Ular uningga onasining kesining ig'irligini, sakaratga tushib qolganligini xabar qilish uchun kelgan ekan. Samitam ruxsat so'rab, boshliqning ijozatini olib, ondan mangay desa, boshliqning ruxsat qilmaydiganligini,
Hatto buningdan keyin darvozaning sirtig'imi chiqishga yo'l qo'ymaydiganligini bilib, onasini ko'rilish taqozoligida Yenisarga ketibdi. U yurtiga borgan chig'ida onasi tugab ketgan, yerlikimi qo'yilib bo'lgan ekan. U yurtida yig'lab qaqshab 1-2 kun turib qopdi. 3-kuni onasining nazariga qarmay qaytib kelib, qochgan gunohi uchun boshliqdan afv so'rab, yana davomli uning xizmatida bo'lib, gunohini yumoqchi ekan. U Qizildan o'tib, Himitning sayliqiga kelganda, o'zini izlab chiqqan otliq askarlarga uchrab qilib, ular bilan birga kelgan ekan. Askarlar har qancha sadoqatmand bo'lsa-mu, lekin biror qatim qochib qo'ysa, ana shundoq kallis elinadi ekan. Bundaq dahshatlik fojialarni ijro qilishga har qanday komandir, hatto askarlarmi huquqli ekan. Farmon ashunda qattiq qabih bo'lganlikdan ijro qilmasa bo'lmaydi ekan. Kalla ketadi ekan. Qarmamsiz, kichikkina bir payjang bir askarni ashunda o'z oldiga chepib tashlasa, farmon shundoq deb buning savol so'rig'i bo'lmasa, xudo, bu jahon nimishqa bundaq yovuzlashib ketadigandu? Jahonni yovuzlar so'rayotdi emasmi? Shunga jahonmo ashundoq yovuzlashib ketdi. Shuni bilib turib, bizni yana ashu yovuzlarga bosh egishga qistavotganligini qarmamdigan bu xalqning burniga suv kirmayotidi. Xap. Mushundoq yo'lsizlik qilib, inqilobni tugashtiradigan bo'ldi. Yo'q, inqilob tugashmaydi. Xalq yana ilishidi. Bir kuni kechsi Jamoliddin yana dardini to'kib qaynashga boshladi. Poskamliq Sidiq Solash degan tambal, ustixonliq, jimg'ur yigit bilan menga sepil ustida qarovullikda turish navbat kelib qoldi. Ikkimiz billa sepil ustiga chiqib, belgilangan o'rnimizga keldik. Yaqin atrofimizda bizga o'xshash qarovullikda turayotganlar ko'rinib turadi. Qarovullarni charlab yurgan charlig'uvchi qarovullarmo qo'l chirg'ini yo'ritib, araliqlarda to'xtamay minib yuradi. Sidiq charlig'uvchi qarovullar yiroqlashib ketishi hamon uyan-buyan qaratib, kiyimining ichidan beliga bog'lab olgan uzun arg'amchini chiqardi-da, quliqimga asta pishirildi. Sepildan tushib olsaqla qishib ketalaymiz. Siz oldimda tushing, men keyningizdan. U shundoq debla arg'amchining bir uchini sepilning ustidagi qadamda bir ichilgan tovanni qarga elish to'shiklarining biriga bog'ladi-da, mana bo'ldi, chaqqan bo'ling. Bu gap menga yog'dak yoqdi. Men qichib ketishni o'ylab yurgan bo'lsam-mu, lekin bundaq egil sepilning ustidan serilib tushib qichib ketishni xiyolimga keltirib boqmagan edim. Uning ustiga biz birga qichib ketish to'g'riliq oldin maslahatlashib olmaganligimiz uchun u menga bu gapni tuyuqsizli deganda men cho'chib ketib gangrabla qoldim. Qo'rqib ketganligimdan hang-tang bo'lgan holda uning qarab turib qolibman. Bo'ling deyman, chaqqan bo'ling. Miltiqni tashlang, hang vaqti. U shundoq debla beqinimga noqidi. Tushing, tazmi bir solash odam ekansiz. Men shundala o'shimni yig'dim. Tavakkul debla arg'amchiga esilib pastga serilib tushishga boshladim. Mening keynimdilla u mo arg'amchiga esilib pastga tushishga boshladi. Biz pastga serilib tushib, sepilning qop o'ttirisiga yaqinlashganda, sepil ustidagi qarovullar bizni bayqab qoldi bo'lg'ay. Tuyuqsizla tatatlatib ustimizga yomg'irdak o'q yog'dirishga boshladi. Sidiq vayjon deb injiqlab pastga tushib ketdi. Arqadilla menmo o'q uzvatgan arg'amchining bir uchini tutgan holda pastga tushib ketib, yerga gulubpada tushdimda, og'riq azobidan shu hamon hushimdan ketib qoldim. Bir ozdan keyin hushimga keldim. Burnimga puralgan qonning sesqidini sezib qoldim. Sidiq yinimdala yetibdi. Uni asta silab baqqan edim. Qo'limga shilimdek shiliq-shiliq qon chaplashganligini bilib cho'chib ketdim. U tiniq to'xtab ketib qolibdi. Bu yerda uzoq turish xatarlik edi. Sepil ustidagi askarlarga shu topda bizni o'ldi hisoblab orqamizdan hargiz izlab kelmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, navoda tong atqanda ularning birari meni texi hayot ekanligimni sezib qoladigan bo'lsa, shu hamon meni etib tashlaydi. Men og'riq chidab minish uchun tamshilib baqdim, lekin o'ng yon peshim bek og'rib ketib, o'rnimdan zadila tura olmadim. Oxiri bo'lolmay so'l yon peshim bilan yenichi o'mlab minib, sepil yenidagi xandakning o'rilib tushgan puchuq bulungidan aran tasqida chiqib oldim-da, yo'ldan o'mlab o'tib saylikka kirib oldim. Ondan yana to'xtamay ashundoq so'l yenimchi o'mlab
Qonaqlıqning ichi bilan mengib, Hazreti Pir mahallasining qap o'ttirisidan eqib o'tadigan bir o'stangning bo'yiga chiqib qoldim. O'stangda liq-muliq suv eqiyotgan ekan. Asta yumlab suvga kirib oldim. Suv meni eqitib oyoq tarafga elib ketaverdi. Tun qorong'usida hech narsani farq etolmadim. Shu holda eqib ketaverdim. Lekin bu suvda eqib mengib shahardan qanchalik yiroqlab ketganligimni zotla bilolmadim. Bir chaqda bu o'stangdan ayrilgan tugman o'stingining suv bo'ladigan sharqaratmasidagi to'siq yog'ochlarga taqishib qilib, qashqa o'mlab chiqdim. Yaqin atrofdagi to'qlarning so'zib chillayotganligini anglab qoldim. Nega berib, nada to'xtashimni bilmay, faqat shahardanla yiroqlashib ketib olish qarzida yanala sol yon peshim bilan o'mlab oldim qarab ketaverdim. Iriq o'stanglar, o'yman cho'nqurlar bilan o'tdim. Egiz do'nglardan domlab tushdim. Bog' ho'yla aramlarni aylandim. Ashundaq yenichi o'mlab yurib, oxir bir mazarliqqa chiqib qoldim. Dal shu chaqda yaqinla joyda ma'zinning yiqimliq azon ovozi anglandi. Men og'riq azobidan bo'lolmay o'zimni tashlab yetib qoldim. Tong yo'rg'anda qarasam, bir sham go'rning timiga yo'linib yetibdiman. Bu mazarliq menga tonishdek bilindi. Bir hazagacha toza sapsilib qarab, o'zimning chiltanlarim mazarga kelib qolganligimni bildim. Ilgirki chaqlarda men bu tarafga kelsamla, tag'am menimi o'zi bilan billa bu mazarliqqa ilib kelib, uyan buyan aylandiratdi. Uchirgan leki divana, aciz, majruhlarga oz to'ldin sadaqa beratdi. Duo tilovat qilatdi. Ondan yana billa qaytib ketadi. Shunga bu mazarliq menga xili tonishlik edi. Qattiq og'riq azobida joyimda ingrab yetib kunni kech qildim. Kechsi o'tda qizib terlab ketdim. Chala uyquchilikda bir nimlarini deb jo'ylib tongni atqozibdiman. Bir chaqda biri chapinimni asta tartib meni uyg'otdi. Ko'zimni ichib qarasam, charsaqalliq bir odam menga qarab o'ltiribdi. U bir yog'och oyoq suvni menga tangladi. "Isla, pokiz suv, hozirla buloqdan ilib keldim." Men bu bir oyoq suvni gupildatib ichib tugatdim. Oqshom kelsam, mushu yerda yetib qopti-kalla. Bir kecha jo'ylab chiqdilar. Nima deganliklarini bilolmadim. Askarlikdan qochib chiqibdilar, ha? Men cho'chib ketdim. Qandoq bilib qoldilar? Mening ko'zim sog', kiygan kiyimlardan bildim. U ko'zi bilan sharatlab meni usti-boshlarimni ko'rsatib qo'ydi. Bundaq simova raqtda tikilgan askarcha kiyimlarni kim tonimaydi deydilar. Shundaq bo'lsa-mu ansirmislar. Silini texi mendan boshqa hech kishi ko'rmadi. Navoda ko'rib qolgan bo'lsa-mu kerak yo'q. Shu tapda silning bu kiyimlariga qarab, oq raqtmi, qora raqtmi hech kishi ayray olmaydi. Qop-qora lay bo'lib ketibdi. Mendek sinchilab qarab o'ltirishga kimning cho'lisi? Men ilojsiz beshimdan o'tgan voqealarni u kishiga so'zlab berdim. U gap qilmayla meni yo'lab, iliqi og'iz ochiq shamgurga ilib kirdi. Bu shamgurning ustining bu tarafi yipiqliq, lekin u tarafining usti o'rilib tushib, ichilib qolgan ekan. U odam meni bir kona kigizning ustiga yotqizib, kiyimimni bir qo'llab soldirishga boshladi. Men shu chaqda uning o'ng qo'lining yo'qligini bildim. Voy xudoyim-ey, yo'ta kasalaringiz ishib ketibdi. So'ngguchingiz chiqib ketgan o'xshaydi. Tuxumda shaqidab qo'ysa foydasi bo'ladi. U shundaq debla sirtqa chiqib ketdi. Bir hazardan keyin ikki tuxumni ko'tarib kirib, bir qachiq chaqdi. Chaqqan tuxumlarga tuz aralashtirib qo'chidi. Ondan uni qasamga chapdi. Bir koni tag'arning ichidan ko'nroq bir mata ko'nglak tambalni chiqarib menga kiydirib qo'ydi. "Ha, mana endi bo'ldi. Endi nashta qilib olayli." Biz tilamchilikda tushgan parcha purat nonlar bilan nashta qilib bo'lgandan keyin men uningdan so'rab qoldim. "Abi qo'llari nima vajini uzilib ketgan?" U menga qarab turib qoldi. Bir hazagacha ulug' kichiktinib o'ltirib ketdi. Bir kuni bagning ho'ylisining oldidan o'tib ketayotsam, tuyuqsiz ikki it itilib chiqibla pochiqimni tishlab oldi. Men ochiqimda o'shnamdagi ketman bilan heliqi itni urib, pochiqini sundirib qo'yibdiman. Bagning o'g'li g'olchilari bilan qo'g'lab kelib meni tutib oldi. Itni urgan qo'lim mushimmo deb meni basmaqtab turib, palti bilan chanab qo'limni jaynikimdilla uzib tashlab etdi. Shuningdan keyin men mushundaq tilamchilik ko'chasiga kirib qoldim.
Ey, bu ishlarning bo'lib o'tganiga 15 yildek bo'lib qoldi. Esimga kelsila, tanlarim jug'uldab, tishlarim g'o'chirlab ketadi. Nima degan vahshiylik bu? Ishni urding deb odamning qo'lini chanab uzib etsa, keyin qandoq bo'ldi? Dadisining o'rniga bek bo'ldi. Dadisi buguni otdan yiqilib bo'yni sinib ketgan edi. Atisla o'g'lini bey qilib tayinladi. Bu ishni keyin biror savol so'rg'i bo'lmadimi? Arz qilmadimi? Nodon ekanlar. Savol so'roqni ashular o'zlari qildigan tursa, bizning dardimizga kim yetadi deydilar. Eliqi tog'larning uyini Almat degan yerning To'xasta mahallasida deganda qilgandilar. İsmi kim edi? Hashmaxon, Hashim Muzdoz deydi. Bir ozdan keyin u yenimga bir qapoq suv, parch-purat nonlarni qo'yib qo'ydi-da, yanjisini mursiga ortib chiqib ketdi. Men texi uni tilamchilik qilish uchun chiqib ketgan o'xshaydi deb o'ylab qoptiman. Nadikini 3 kundan keyin u tag'amni boshlab keldi. Tag'am meni kal harvasida yotqizib ilib mandi. Yo'lda ketib tag'amdan so'rab qoldim. Tag'a, Hamid akam sizlar bilan birga kelmabdi-ku. Voy balam, u uyda yo'q. 2 oy bo'ldi. Daryo ko'rigida hasharga ishlayotdi. Uyda bo'lsa-ku, sening kelganingni anglasla, shu hamon oldinga chipib keladi. U sana bek amroqchimi? Demismi shundoq? U menga bek amroq edi. Mendan faqat 1 yoshda cho'ng bo'lsa-mu, lekin kichik chig'imizda u meni hapash qilib ko'tirib o'ynaydi. Bir-birimiz bilan chaplashib yetib, billa uxlaydik, billa o'ynaydik, billa suvga cho'milatdik, jangalda billa mol boqatdik, qumliqda billa chilishatdik. U cho'ng bo'lgandan keyin karvonlarning ot eshaklarini haydab, ili tarafga 2-3 qitimdak berib, bizning uyda xili uzoq turib qaytib kelgan edi. Shuningdan keyin biz 2-3 yilda bir qitim ko'rishib turgan edik. Mushu yaqinlarda men uni xili sig'inib qolgan edim. Tushimgimi to'la kiratdi. Biz tag'amning uyga yaqinlashganda u tarafdan yig'izar anglanib qoldi. Biz cho'ch-pang-tang qoldik. Uyga kirib qarsak, g'ichida qonga bo'yalgan Hamid akamning jasadini supiga yotqizib qo'yibdi. Daryoning ko'rikini yasayotganda uning beshiga qon tushib ketib, mingisini mijvatgan ekan. Texi bayla uning jasadini ilib kelishibdi. Biz yig'lab, qaqshab uning jasadini yerligida qo'ydik. Nazar chiroqlarini qildik. Bu ishlar oyoqlashgandan keyin tag'am meni tevibqa ko'rsatdi. Degandek so'ngichim chiqilib ketgan ekan. Dorilarni berdi. Teng'iqchi tangdi. Mushundaq 2 oy davolangandan keyin putimni so'rab mang'alg'idak bo'lib qoldim. Lekin shuningdan keyin mana mushundaq bir putimni sal so'rab oqsab mangdigan. Ba'zida diqqat qilmay egiz-pas mangib qolsam yoki iriqlardan atlab qolsam, so'ngichim tuyuqsizla zing'ida og'rib ketadigan kunga qoldim. Mendek bir qochqun askarning bu yerda uzoqroq turib qilishi xatarlik edi. Shu kunlarda bu yerdami hukumatning ayg'oqchi chiqimchilari xili adab ketgan edi. Ular amal tamasida lalmi itlardek so'kuldab purab yurishyapti. Navoda ular mening qochqun askar ekanligimni bilib qoldigan bo'lsa, u chog'da menga tag'amning oilasiga cho'ng balo qazo yog'atdi. Shunga men mingib tala tuzga chiqalig'idek bo'lganda tag'am meni kal arvasiga chiqarib, bir hafta yo'l mingib Maralbeshiga opirib qo'ydi. Biz yig'ilishib xo'shlashdik. Men oqsab, mudirib, yiqilib qopib yurib 3 oy bo'ldi deganda aranla ilig'i berib oldim. Men ilig'i inib berib 3 yildan keyin ili tavasida inqilab partildi. Men ota-onamni, xotin balamni, uy makonimni, o'qituvchilik kasbimni tashlab, o'zim talab qilib inqilab qilish uchun otlanib bu tarafga kelgan edim. Lekin kutmaganda bu haq sarang bo'lib qolgandek, bitimni ijro qilamiz deb peshkallikka uchrab, cholimimiz suvga chilishyotdi. Shu tapda achchiqimda yerilib o'lgidek bo'lib qoldim. Ularning bir-biriga to'kadigan dard alamlari texi tugmagan edi. Uninggacha tong etib qoldi. Ular ahvollarni tinglash uchun uyan-buyan aylandi. Bo'layotgan ahvollarni ko'rdi. Taraf-taraflarda majburiy holda qaytarilayotgan top-top kishilar uchrabla turardi. Ular buqildab yig'lashgan holda bir-biri bilan quchoqlashib xo'shlashadi. Xo'sh, Xudoga omonat.
Sizlarni Xudoyimga topshirdik. Yana ba'zi joylarda top to'plashib olgan kishilar alla cho'qan ko'tirishib, var-vur tovlishatdi. Bizni sotdi, bizga vol bo'ldi, bizni terik turg'izib go'rga tiqdi. Ko'rlar, aldamchilar, insofsiz noahlilar, vijdonsizlar, qaytib ketmaymiz, jang qilamiz. Yurakni titrtadigan, ezadigan bu echinishli pig'on nolalarni, g'azablik to'g'lashlarni bosh taptiklarimi ochiq anglab turadi. Lekin ularning orasida bitimga qarshi kishilarning bundaq g'azablik sadolarini anglaydigan, pig'on nolalarni tinglab dardiga darmon bo'ladigan biror odamning bo'lmaganligi kishilarni ichintiradi. Ular bir gapni takrorlab kishining o'g'isini qaynatadi. Buyruq shundoq, bizdimi amal yo'q, ijro qilish kerak. Shu joydala to'plashib qaytishayotgan, g'o'g'a qilayotgan odamlarning soni 7-800 dan kam chiqmaydi. Shtabdan yiroqroq joylashgan boshqa qismlardami mushunda g'o'g'alarning chiqishi turganlar gap edi. Jamoliddin bilan Anjamboy boshliqlarning bundaq g'azablik faryod nolalarni anglab buyruqni ijro qilishdan voz kechishni umid qiladi. Shunga ular bilan bir necha qitim ko'rishdi, lekin foydasi bo'lmadi. Ular bitimni jahillik bilan ijro qilmoqda edi. Buyruq shundoq, bitimni ijro qilish kerak. Qurol yarog'larni yig'ib olish, odamlarni o'z joylariga qaytarish kerak. Anjambaylarning ko'rganlarining hammasi ashu boshliqlarning deganidek bo'lib chiqdi. Hamma joyda qurol yarog'lar majburiy holda yig'ib olinayotgan, odamlarni kelgan joylariga yenib ketishga qistab to'pi bilan qaytarayotgan qayg'uli ishlar edi. Ular bundaq echinishli ahvollarni ko'rib cho'chidi, texmu g'azablandi, lekin to'sib qilishga qurbi yetmadi. Anglagan gap so'zlarmi o'xshashlar. Yo'q desak bo'lmaydi. Buyruqqa qarshi chiqishga haddimiz emas. Kallamiz ketishidan ansirab qoldik. Xudoyim bizga bir nima der degandek odamning o'g'isini qaynatadigan, ko'nglini g'ash qiladigan, ma'yuslantiradigan, umidsizlantiradigan tetiqsiz gaplar edi. Ular ilojsiz g'azablangan, ko'ngillari yerim bo'lgan holda qaytib ketish uchun yo'lga chiqishdi. Shu kuni saharda osmondan to'pa yaqqanlikdan olam jahonni qo'yuq to'pa tuman qaplab ketgan edi. Chang to'zonning qo'yuqligidan hatto oraliqi ancha yiroq bo'lmagan joylardagi odamlarnimi farq etkili bo'lmaydi. Anjambaylar o'ytog'dagi polik shtabiga qaytib kelganda, bu yerdagi tog' iniqlabchilarining qo'lidagi qurol yarog'lar allaqachon yig'valinib yo'tkab ketilgan. Ambarlarmi quruqtilinib qolgan. Ularning qo'lida faqat qilich, ozg'ina granatlarla qolgan edi. Kechqurun rangi ro'yi sunuq, tushkun, tatarang'u bir muncha odamlar yig'ilib kelib, Anjambay bilan Jamoliddinni orqa ilib oldi. Bu odamlarning shu tapdagi g'azab uchqunlari chaqnab turgan qayg'uli ko'zlarda biz amdi qandoq qilamiz degan ma'nodagi savol so'roqlar qaynab teshib turadi. Anjambay ularga hamma odamning yig'ilishini uqtirdi. Qarindoshlar, og'aynilar dedi u qator turishgan inqilobchilarga qarab. 11 moddalik bitim tufaylidan janubdagi inqilobiy qo'shinlarimiz cho'ng xavf-xatarga duch kelib parchalanmoqda, tugashmoqda, inqilobchilarga uval qilinmoqda. Mana ko'rib turibsizlar, qurollar yig'ilindi, odamlar tarqalmoqda. Zo'magar, qonxo'r amaldorlar yana bosh ko'taryotidi. Yurikimga qo'limni silib turib, rostchilik, oq ko'ngillik bilan aytsam, 11 moddalik bitim nima uchun tuzildi? Qandoq zaruriyat yuzidan shundoq qilindi? Men buni tushunmayman. Bu taraflar menga qarang'u, lekin bizning inqilobimizning mushundoq oson vayron bo'lib ketishi ashu bitimdek go'mindonchilarga yo'l qo'yganlikning kasofatidan bo'ldi deb qarayman. Shunga men sizlarga o'xshashlar ichinaman, g'azablanaman. Qarindoshlar, og'aynilar, bu ishlar to'g'riliq ular mayli qandoq o'ylarda bo'lsin, qandoq fatvolarni chiqargan bo'lsin, u ularning o'z ishi. Lekin biz kurashni, jangni oxirigacha davomlashtirishimiz kerak. Hayotlik, barobarlik uchun, avlodlarimizning baxt saodati uchun bizga bundan boshqa tanlaydigan yo'l yo'q. Tishimizni tishlab, jon tikib oxirigacha ilishayli, tarqilib ketmayli.
yerim yo'lda vaqt deydigan bili bo'sh solashlardan bo'lib qolmayli. Tarqilib ketish, yüzsizlik qilib inqilobdan qachish nomussizlik, pastkashlik bo'ladi. Bundaq haqqoniy inqilobdan qatsaq, tarqilib ketsak, Xudoyimmi, fuqarolarmi bizni kechirmaydi. Bizga la'nat yog'diradi. Shunga biz tarqilib ketmayli, bel qo'yvatmay oxirgacha kurash qilayli. Bizga Xudoyim yorulak bo'ladi. Ko'rishimizni izlayotgan ko'rmanglan fuqarolar qo'llaydi. U so'zini tugatganda uning yuz ko'zlaridan ter tomchilari chipildab tomchilashga boshladi. Buningga hech kishi ajablanmadi. Chunki u g'azablanganda mushunda qora terga cho'mib ketadiganligini hamma odam obdan biladi. Ular bosh shtabdan yinib kelgili hamdila 3 kun bo'lgan edi. Bir kuni adiganligi Anjambay tuyuqsizla yana bir shum xabarni anglab cho'chib ketdi. Brigada komandiri Seyitbek qazo qipti. Ha? Voy Xudoyim, bu qandoq gap? U hang-tang bo'lib turibla qoldi. 6-oyning 13-kunidagi bosh shtabda ichilgan yig'inda u odam uning yinida o'ltirgan edi. Sog'lom ko'rinadi. Rangi ro'yimi shundoq obdalla. Hech qanday kasallik alomati ko'rinmaydi. Faqat tamakini uzmay purqirtib chekib, birar ig'izmo gap so'z qilmaydi. Ig'ir tinib shukkida o'ltirgan edi. Texi shu kundagi yig'inda Anjambay qaynab so'zlaganda u odam bo'ldi, o'zingizni tutib oling. Bularga so'zlaganning foydasi yo'q. Vaziyat shundoq deb uningga tasalli bergan edi. Lekin u odamning shu kundagi ba'zi qiliqlari sal g'alatiroq edi. Tishini xo'chiriltatdi. Mushtumini ching tugib yo'tsiga gup mushlaydi. Enikini to'la silab to'xtamay ulug' kichik tinatdi. Odamlar qattiq g'azablanganda alimini ichiga patrolmay ochiqida yerilib ketgudek bo'lib ketgan hollarda ko'riladigan bunday tabiiy alomatlar Anjambayga ayon edi. Lekin u odamning bunday tuyuqsizla o'lib ketishi uningga sal g'alati tuyuldi. Voy Xudoyim, bu zodi qandoq ish? Biz ko'rishganda u odam bir obdalla turatdi-ku. Endi texi bir hafta bo'lgan bo'lsa, biror vaqa yuz bermagandi. Jamoliddin bu vaqani Anjambayga mundoq tushundirdi. Brigada komandiri Seyitbek yig'indan yinib o'z shtabiga qaytib borganda qismlardagi qurol yarog'lar allaqachon yig'ilinib elib ketilgan. Odamlar mo tarqalib ketishga boshlagan ekan. U bu ishlarni ko'rib chidab turolmay, dard alamda zardigo'sh bo'lib ketib, atisla vafot bo'lib ketibdi. Isit, rahmatlikning yotqayri jannatda bo'lg'ay. Amin. Allohu akbar. Ular duodan keyin bir hazagacha ulug' kichik tinishib shukkida o'ltirib ketishdi. Atsi Jamoliddin Anjambayni yana izlab keldi. O'tgan qatimqi cho'ng yig'inda sizning harbiy hozirlik kursida o'qiydiganligingizni uqtirgan edi. Baldiroq beram, o'qiganning foydasi ko'p. Bu yerdagi ishlardan xotirjam bo'ling. Men amal qilib qo'shinni saqlab qolishdan yo'lni qilaman. Buyruqqa bo'ysunmaysiz? Qaysi buyruqqa? O'tgan qatimqi yig'inda e'lon qilgan qaytirib ketadiganlarning tizimligida sizning ismingizmi bor edi-ku. Voy, qo'ying-a sizni. Mushundaq hasratlik, qayg'uliq chog'lardimi odamga chaqchaq qildikansiz. Ketmayman deb necha qatim aytdim. Anglamaganmidingiz? Ketmayman dedim, cho'qim ketmayman. Sizmi to'la mening zardamni qaynatmang. Mening inqilob qilish huquqim bor. Undaq buyruqlarga endi samon silib beradigan vaqt keldi. Anjambay belgilangan o'rin suv boshiga yetib borganda, uning bilan billa o'qiydigan yana 300 necha ofitserning hammasi kelib jam bo'lib bo'lgan edi. Davomi bor.